umurtqa pog'ona kasalligiga uchradim. O'ng tomon pochkam shishib ketdi. Keyin doktorlarga murojaat qildik. Olib tashlaymiz deyishdi. Birinchi og'rishda ishlab stroykada umurtqa pog'ona kasalligiga uchradim. 1 yil oldin kelib operatsiya bo'ldim. O'sha operatsiya bo'lgan mahalda buyrakdan peshobdonga ketadigan shiylik yo'lini berkitib qo'yishgan ekan. Keyin u ish oshdi. O'zimizni больницаga borsak, doktorlarga "Seni pochkang qurigan, seni pochtang to'shilgan, olib tashlaymiz" deb odamni qo'rqitdi. Mana shu o'ng tomon pochkam shishib ketdi. O'ng tomonga yotsam agar yotib bo'lmadi. Keyin doktorlarga murojaat qildik, olib tashlaymiz deyishdi. Bir necha marta UZI qildirdik. Qon analizlari, tomografiya, pochkang ishdan chiqqan, qurigan, olib tashamasa agar bu tomondagi pochkang ham keyin bunisiga ham zarar tegadi dedi. Peshoblar kelishidan oldin lavlardi, qiynardi, sap-sariq chiqardi. Keyin Sanjarbekni topib inshaalloh mana Sanjarbek Husanov asrab saqlab qoldilar. Shukr Allohga. Bu operatsiyadan oldin 2 hafta oldin Sanjarbekni o'zlari lecheniya qildilar. Operatsiya qilishni boshladi, narkoz berishdi qo'ldan. Raso 3,5 soat operatsiya bo'ldik. 3,5 soatdan keyin meni palataga chiqarishibdi. Narkozdan keyin opsha 6,5 soatdan keyin o'zimga keldim. Kelsam, operatsiya qilib bo'lgan. Doktorlar kelishdi, operatsiyadan yaxshi chiqding dedi. Endi seni dedi palataga olib chiqishamiz dedi. Olib chiqishdi, yaxshi, Xudoga shukr. Bu Sanjarbekni oldiga kelishdan oldin o'zimizdan bir nechta doktorlarning oldiga borishdik. Bittasi aytdiki, buyraging dedi toshni qiradori tosh tushgan buyragingga. O'sha qirador tosh sen yurganingda u yog'iga tegib, bu yog'iga tegib buyraging teshib arixona qilib tashlagan dedi. Arixona qilgan dedi, peshobing dedi butun organizmingga tarqalib ketgan dedi. Buyrakdan chiqib. Keyin bu olib tashlaymiz deyishdi. Boshqa urologning oldiga borsak, onasi ko'rdi, buyraging qurigan dedi. U ham dedi, keyingi hafta kelasan, olib tashlaymiz deyishdi. Keyin ozgina ziq bo'lib Sanjarbekni topdik. Uni oldiga kelsak, buyraging dedi 20%, 25% ishlayapti dedi. Olib tashlashlik proyektini oxiriga qoldiramiz dedi. Biz dedi shlancha qo'yamiz dedi buyrakka. Shlancha qo'yamiz, buyraging ishlab ketsa dedi inshaalloh. Keyin kelajakda shu peshobni yo'li berkik ekan meniki. Buyrakdan peshobdan ketadigan yo'l naykasi berkik ekan. Kelajakda ana shu yo'lini ochib beramiz dedi. Keyin lecheniya qilishdi, dori-gol yozib berishdi. Buyrakka bu biqinimdan orqadan shlancha qo'yishdi. Buyrak 100% ishga tushdi. Keyin doktor O'zbekistonga tayinladi bizni, keldik. Mana shu yerda operatsiya bo'ldik. Shu yo'lini ochdi, endi peshob o'zi kelyapti. Xudoga shukr, alhamdulillah. Buyrakni saqlab qoldi. Sanjarbek juda ham zo'r doktor, yaxshi. Kimdan kim shunaqa menga o'xshagan kasalliklari bo'lsa tavsiya qilaman. Kelib bemalol murojaat qilsalar bo'ladi.